Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Saida Zununovaning Oydan tushgan qiz nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu to'plam o'zbek adabiyoti rivojiga munosib hissa qo'shgan adiba Saida Zununovaning eng yaxshi hikoyalaridan saralandi. Qalamkashning hikoyalarida inson ko'ngliga iliqlik olib kirgan yoqimli tasviri bor. Bu iliqlik hikoya qahramonlarining har bir so'zida bir-biriga bo'lgan mehrida sezilib turadi. Saida Zununova o'z hikoyalarining tarbiyaviy tomoniga kuchli urg'u beradi. Uning hikoyalarini o'qigan har bir kitobxon o'ziga yetarli xulosalar chiqaradi. Adibaning fikricha, xulqdagi kamolot inson kamolotining debochasi. Yozuvchining hikoyalari ana shunday kamolotni kasb etishga chaqiradi. Ushbu to'plamdan o'ra olgan mehrning, insoniylikning sehrining so'zlovchi hikoyalar mutolaasi sizga zavq ulashishiga ishonamiz.